Mushu yillarda kishilar doim mendan agar Li Shaolong bilan mushtlashib qolsanglar qaysanlar yengizlar deb so'rashdi. Ba'zilar mening kinolarimni asta qo'yib har bir ko'rinish bo'yicha mening mushetish suratimni hisoblab chiqibdi. Ba'zilar Li Shaolongning bir peshva bilan qum xaltasini uchirayotgan videosini tep chiqib, mening gumpamni uning oldida bir tiying'im arzimaydi deyishdi. Hatta ba'zilar men bevosita ko'z tish qilganda ekran yuzida siz Li Shaolong bilan 3 marta ilishishga jur'at qila olamsiz deb so'rashdi. Bas gapni qilsam, men bu masalani yerim umr o'ylandim. Bugun ko'nglimda saqlab texi oshkorlamagan ashu bir qism gaplarimni deb beray. Nurg'un odam bilmasligi mumkin. Men Li Shaolongning kinosini tunji qatim Beyjingdagi Shichaxay tantarbiya maktabida o'qiyotgan chig'imda ko'rgan edim. Shu yili yozda Ternerimiz Jing'u sarayining sinalg'u lentisini o'g'irliqchi qo'yib berganda, u xuddi bir bombadek biz bir to'p bolalarning qalb dunyorimizga kirib kelgan. U Sharq Osiyo kasal ko'psi degan lavhani chiqib tashlaganda butun maydondagilar cho'qrashganimizcha sakrab ketishgan edi. Shu daqiqada men his qilgan tunji narsa muzdek sovuq temir reshatga bo'ldi. Chunki biz chet el chambashchilik kinolarini o'rganishimiz ma'ni qilingan tantarbiyachilar edik. Keyin men 5 qatim chempion bo'ldim. Amerikaga o'yin qo'yg'ilib bordim. Shu chaqda bir muxbir Li Shaolong chiqqanlardan qaysanglar yomon deb so'raganda men kulib turib beshimda chayqasam, ular buni sharqliklarning kamtarligi deb qarab, uning ilishqinining hayot mamatliq, mening ilishqinimning nomer ekanligini hech qaysi tushunmagan. Sizlar silishtirishga amroq bo'lganlar bilan Li Shaolongning mushtining amaliy jang uchun mashq qilganligini bilamsizlar. U Jiyechuan gumpasini barpo qilganda 26 xil ilishish mahoratini mujassamlagan. 1 sekundda 9 qatim mush, 6 qatim peshva atalaydi. Yandan tepish kuchi 200 kilogramga yetadi. Uning aynakka qarab ko'z qarchiqqa qon to'lg'icha mashq qilishi 0.1 sekundlik tez suratda raqibini urib yiqitish uchun. Uning falsafasi bo'lsa tafakkur qilmaslik, faqat inkos qaytarish. Bu degan jang maydonida jon saqlashdagi tabiiy iqtidor. Lekin men mushlashni san'at uchun qilaman. 8 yoshimda Shichaxay tantarbiya maktabiga kirganda har kuni 2000 qatim peshva atatdim. Ter bilan to'shqan simont yerda odamning sho'lisini ko'gil bo'ladi. Ternerimiz chambachilikning o'zi san'at, shunga she'r yozgandek mushitanglar deydi. Mening mamlakatlik chempion bo'lishim oq turnining qanot qiqishi harakatiga agimiga reperning 0.1 nomerini ortiq berganligi uchun edi. Biz hammamiz jinimizni gumpaga tegishayotgan bo'lsak-mu, ammo maqsadimiz burundan o'xshamaydi. Uning mush peshvalari irqiy kamsitishning to'mir pardasini pochaqlayotgan bo'lsa, mening harakatim sizlarga Tayji gumpasidagi go'zal tog' daryolarni ko'rsatdi. Ba'zilar Li Shaolongning kinolaridagining hammasi rost gumpa deyishgan. Biroq sizlar uning ajdahoning daryodan o'tishi degan kinoni ishlayotganda Rimdagi gladiatorlar maydonidagi hal qiluvchi ilishishda orqacha mollaq etish harakatini qo'shishga majbur bo'lgandan keyin bu Jiyechuan gumpasining prinsipiga xilof deb qarash turganda film ishliguvchining tomoshabinlarga lozimi mushundaq osmon zamin orasida mollaq etib kuchoyish deb javob berganligini bilamsizlar. Lekin menchu Huang Fei Hongni suratga olganda Shuke menga Weiyani esib qo'yib Foshan ko'langi put gumpasi bilan tepishga buyurib, yerga tushgandan keyin tizirimdan qon chiqib ketgan bo'lsa-mu, lekin men yana kulib turib, ekran oldida qo'limni juptaklab, bu bir peshvani jungu chambashchiligining go'zalligiga beg'ishlayman degan. Biz hammamiz murassa qilgan. U gumpasini kengaytirish uchun bilet kirimiga bosh ekkan. Men bu go'zallikka varislik qilish uchun po'lat simga tiz bukdim. 2004-yili qalqonsimon baz kuchayib ketish kesili tufaylidan kino ishlashdan to'xtashga majbur bo'ldim. Bir kuni yerim kechida ajdaho yo'lvos elishishini ko'rib etib, Li Shaolongning chambashchilikning eng oxirgi ahamiyati o'zimizni samimiylik bilan ifodalash degan gapi menga bak ta'sir qildi. Shu daqiqada men uning bilaklarini yalang'ishlab g'azab bilan baqirashlarining Sharq Osiyo kasal ko'psi degan nomning kishini chiqib tashlash uchun ekanligini haqiqiy tushungandek bo'ldim. Men nemchi chopon kiyib xo'asha chambashchilik axloqining urug'ini saqlashni o'ylagan bo'lsam, u yavoyi o'tdek dunyodagi bir taraflama qarashlarni o'rtab tashlagan. Men bahor yomg'uridek madaniyat yiltizini sug'adim. Biz azaldan yengilish uchun elishmadik. U hayotini yalqullatib dunyoga gumpasini ko'rsatdi. Men yoshlik bahorimni sarf qilib gumpaga kelgusini ko'rsatdim. Shunga endi qaysanglar bakrak yomon deb so'ramanglar. Endi mendan qaysanglar yengisilar deb so'rasanglar, men Li Shaolongning chambashchilik uslubi Hollywood'dagi cho'lponlar yo'lini sipab o'tgan chaqda, mening uzun nayzam Dunhuandagi tam suratlarini sizganda, yengilish allaqachon yulduzlik iqiniga aylanib ketgan deyman. Faqat ruh mangu mavjud bo'lsa, u dunyoga jungu gumpasini hurmatlashni o'rgatadi. Men gumpaga dunyoni o'z qo'yniga elishni o'rgataman. Agar u hayot bo'lgan bo'lsa, mo'ramga shapaloqlab turib, "Ilinji, sening Jing'u qahramon nomli filmingdagi Chinjinning g'arb mushtashchiligini parchalab tashlagan ko'rinishi Jiyechuan gumpasiga bakmi o'xshaydi ekan" desa, men uningga cho'nqur ta'zim qilib turib, "Agar siz u eshikni tepib chiqib o'tmagan bo'lsangiz, men sahnani topolmagan bo'lar edim" degan bo'latdim. Yigit, esingda bo'lsin. Chambashchilikning haqiqiy mohiyati azaldan boshqalarni urib yiqitib o'tishda emas, balki tunugunki o'zingdan halqib o'tishda. Li Shaolongning qabr teshiga o'ylig'ini chorsizlik ichidan chor tepish.
Mening fondi jamiyatimning ismi Tayji Shayilari. U suvga aylanib toshni teshalaydi. Men daraxtga aylanib tuproqda cho'nqur yildiz totaman. Biz kim texmi kuchlik deb so'ramaydigan bo'lgan chaqda gumpa ondan haqiqiy yengan bo'ladi. Rivoyat azaldan nomer bilan o'lchanmasligi kerak. Chunki Saddichin sepili bilan ihramning qaysi hayvatlik ekanligi selishtirilmagandek. Bizning o'rtaq ismimiz Jungo gumpisi.